Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 23-aprel 2025-yil. Andijon viloyati Sharxon tumanida yangi boshlagan ishimiz nihoyasiga yetdi. Bu xonadonimizga 2 dona o'choq qurib berganmiz. 60 litrli va 22 litrli qozonlarimiz bo'ldi. Yoniga 1 metrli zakatofishni stollari ham bor. O'choqlarimiz ekonomishli, tutamaydigan zamonaviy o'choqlardan bo'ldi. Gazga va o'tinga moslab berganmiz. Garilkaga joylari ham bor. Zaslonka ham qo'yib berganmiz. Mo'rini ozgina yopganda rasxod kamayadi, kam rasxod bo'ladi. Ko'p tortib olsa. Qani tutashlarni ham bir tekshirib qo'yamiz. Bu xolasa tortishlari ham zakoniy. Narigisini ham bir ko'raylik. Tortishlar o'ta go'zal holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'ling.